Ona bola sigir so'raganlarga Surxondaryoda Denodan, Qoraxondan, uydan 13 ta ona bola sigir sotlar ekan, sigir olaman deganlar bo'lsa, marhamat, bu video siz uchun. Surxondaryo bo'ylab dastavkalar ham bor ekan. 12 tasini olganga bitta sigirimiz bonus ekan o'charimiz. Sigir oladiganlar bo'lsa, max video kelib ko'rib, savob ko'rib olasizlar. Bolasi urg'ochisi ham bor, yerkagi ham bor. Yaxshi zotdor, nasrli sigirlar kelibdi ekan. Uydan sotlar ekan. Denon Qoraxondan, Bahrom akadan. Video yoqsa albatta like bosib, kommentarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan G'iyosbek Xurramov hamda Surxon TV kanali. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, G'iyosbek Xurramov kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mol va qo'y bozorlarining narxlarini bilib olasiz. Menga salom, sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugungi videolarimiz Surxondaryoda Denodan, Bahrom akadan ona bola sigir olaman deganlar bo'lsa, marhamat G'iyosbek Xurramov YouTube kanalida hamda Surxon TV kanalida chiqayotgan video. Assalomu alaykum Bahrom aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum aka. Sizlar bilan charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana Bahrom akamiz ona bola sigirlar udardan olib kelib qo'yibdi. 13 ta ona bola sigir. Eng qizig'i bu sigirlarni olganlarga bonus ham bor. Mana bitta ona bola sigir bonus qilib beramiz deyapti. Buzovni ham qo'shib beraman aka. Mana aka, buzovni ham qo'shib beramiz deyapti. Bitta buzov, bitta ona bola g'unojinchani qo'shib beraman. Birinchi bo'lasa, sho'xlash qo'ydi-da. Xohlasin bir qo'li yengroq inson kesindagin aka 10 ta dollar berib olib ketsin. Faqatgina bir mahallasidan bir ona olib ketsin. Muammosi yo'q, 10 ta dollarga beraman. 10 ta dollarga hech qanday hech joyda bolali sigir bermayman. O'zi narxi 18 million so'm, lekin men 10 ta dollarga beraman. Aka, ona bola sigir so'raganlarga, xo'p, Denodan Bahrom aka ona bola sigirlar taxlab qo'yibdi. Surxondaryo bo'ylab dastavkalari bor. Yaxshi zo'r zotdor sigirlar olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Bahrom aka, bu nechinchi bolasi bu sigir? 3-qorin aka. 3-qorin. Bolasi nima? Erkak urg'ochi. Bolasi urg'ochi 5 kunlik aka, Bolasi urg'ochi 5 kunlik ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Aka, odamlar olib kuyib qolyapti. Odamlarga shu gapni ayting. Lubboyini olsin, xohlagan sigirni ichida. Xohlagan tanlab. Xohlaganini olsin, pulidan 4 million, 5 million olib qolsin aka. Ha, sog'orsin, sog'ib ichsin, bir hafta muhlat. Keyin pulni bersin. Agar qilig'i chiqayotgan bo'lsa, aka molni beraman bepul. Bahrom aka, buni narxi nechi pul? 25 million. 25 million. 3-qorin. Qancha suti bor? 6 ta suti bor. 6 litr suti bor. Bunisi-chi Bahrom aka? Buni bolasi erkak, bu ham 3-qorin aka. Buni bolasi erkak, 3-qorin, mana yelinlari ham juda katta-katta ekan. Buni ham suti 6 ta 21 millionga beraman aka. 6 litr suti bor, 21 millionga beriladigan ona bola sigir. Bolasi nima Bahrom aka buni? Bolasi ho'kizcha aka, 5 kunlik. Bolasi ho'kizcha ekan, 5 kunlik bo'lgan ekan. 3-qorin. Bu sigirchi Bahrom aka. Bu ham bizga ho'kizcha aka, bu ham 3-qorin, 6 ta 7 ta sut beryapti aka. 3-qorin ekan, bolasi ho'kizcha ekan, 6-7 litr erta oqshom suti bor. Buni narxi qancha Bahrom aka? Buni 24 million deyapman aka, buni ham kami bor. 24 million so'm baho qo'yadi, buni ham kami bor, kelishtirib beramiz deyapti. Xo'p, va yana ona bola sigir kattalari mana aka. Shved chist ekan, bo'yi baland ekan, bolasi ham iri ekan. Ha, 1.35 shunday aka. 4 bolasi nima aka mana? 5-kun bugun. Bolasi urg'ochi aka. Bolasi urg'ochi. Buni narxi qancha Bahrom aka? 10 ta sut beryapti aka, 30 million so'm, buni ham xayr barakasiga. 30 million so'm baho qo'yib, endi hammasini xayr barakasi bor. 4-5 so'm o't berayotgan joyi bor. 30 million so'm baho qo'yamiz, kelishtirib beramiz deyapti. Shunday. Bunisi ala so'raganlarga. 3-qorin aka, 6 ta 7 ta sut. Ala so'ragan sigirlarga 3-qorin ekan. 6-7 litr erta oqshom suti bor ekan mana. Yelinlarini qarang, ana chiroyli turibdi. Bolasi 1 haftalik aka. Bolasi 1 haftalik. Nimada aka bu bolasi? Urg'ochi bolasi. Urg'ochi ekan, yaxshi tana bo'lar ekanda. Buni narxi qancha Bahrom aka? Buni ham 25 million so'm aka, xayr barakasiga o'tib beraman. 25 million so'm xayr barakasiga o'tib beramiz deb. Va yana ala so'raganlarga qarang, alan zo'rlardan kelibdi. Bu orqa tarafidan oling. 8 ta sutni kelib sog'ib ko'rib olsin aka. 8 ta sutni kelib sog'ib ko'rib olasizlar. Bolasi ala? Ha. Aka nechi pul buni? 4 kunlik aka. 26 million so'm aka. 26 million so'm. Puli yengillari ham bor ekan, yaxshi sigirlar ekan. Xayr barakasiga o'tib beraman. Xayr barakasiga yana o'tar qaytarib bor. Denodan kelib olaverasizlar, Bahrom akadan. Bu 5 kunlik buzoqcha aka, 3-qorin bunisi. Bu 5 kunlik buzoqcha, 3-qorin. Bolasi erkanmi Bahrom aka? Bolasi urg'ochi akajon. Urg'ochi. Mana qarang, yelinlari ham katta-katta ekan. Qancha suti bor Bahrom aka? 8 ta sutni aytyapman, sog'ib ko'rib olsin. 8 litr suti bor, sog'ib ko'rib olsin. Uyiga olib borib sog'sin, xohlasin shu yerda sinab ko'rib olsin. Aka, ona bola sigirlar bir chekkadan tanishtiramiz. Bolasi kattasi ham bor ekan. Aka, xohlagan inson o'zi qildirib olsin, 1 oydan o'tdi aka. Qochganiga. Biz 2,5 oylik. Biz 2,5 oylik qochgani 1 oydan o'tdi ekan, o'zi ko'rib tekshirib oldik. Hozir buni erta oqshom qancha suti bor? 6 ta sut beryapti aka. Erta oqshom 6 litr sut beryapti, 2-qorin ekan. Narxi qancha? 28 million kami bor. 28 million kami bor, kelishamiz deyapti. Va yana ona bola sigirimiz mana aka. 2-qorin bunisi ham aka. 2-qorin. Bolasimi Bahrom aka? Bolasi urg'ochi aka, 1 haftalik. Bolasi urg'ochi 1 haftalik 2-qorin ekan. Narxi qancha Bahrom aka? 24 million so'm aka, kami. 24 million so'm kami bor.
Bu manaki qizil rangli sigirlarimiz ham bor ekan. Gibrid simental chatish aka xunojon birinchi qorin. 8 ta suti bor. Xohlagan inson uyiga olib borib sinab ko'raman, shu yerda sinab ko'raman, ko'rsin aka. Bo'lasimi aka buni? Molni kamchiligi yo'q. Balasi birinchi bolasimi aka? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi urg'ochi ekan, shivit ekan. Qarang, chatishgan, juda chiroyli ekan. O'zi ham narxi qancha Bahrom aka buni? Narxi 34 million so'm, xayr barakasiga. Narxi 34 million so'm, xayr barakasiga o'tib beramiz deb ekranda raqamga bog'lanasizlar. Bahrom aka, masalan, Qiziriqdan, Banxondan, Angordan, Sho'rchidan olaman desa, dastavkalari ham bor. Besplat aka dastavka. Bunisini tanishtirsak Bahrom aka. Aka bu uzoq 1,5 oylik bo'ldi, shvit aka, ho'kizcha. Ho'kizcha ekan, shvit mana. Sigir ikkinchi qorin aka. Sigir ikkinchi qorin. Qancha suti bor yerda? 6 ta 7 ta sog'ib turibmiz aka, bolasi yemayapti. 6-7 ta sog'ib turibmiz, bolasi yemayapti ekan, mana aka. Bolasi ham katta bo'lib qolgan ekan. Bahrom aka, buni endi narxi qancha buni? Buni aka 33 million so'm deyapman, buni ham xayr barakasiga o'tib beraman. 33 million so'm baho qo'yapti, xayr barakasiga o'tib beramiz deyapti. Va yana qora sigir so'raganlarga mana aka zo'rlardan ham bor ekan. Hammasi zo'ri. 3-qorin aka 10 ta 12 ta sut beryapti akajon. 3-qorin mana yildan qarang 10 ta 12 ta sut beryapti. Bolasimi Bahrom aka buni? Ho'kizcha bolasi. Bolasi ho'kizcha ekan. Narxi qancha Bahrom aka buni? 34 million so'm aka, buni ham xayr barakasiga 34 million so'm baho qo'yapti, xayr barakasiga o'tib beramiz deyapti. Bahrom aka, endi mana shu yerda 13 ta sigir ekan, 12 tasini olganga birinchidagi sigirni bonus qilib beramiz. Sigirni bitta buzoqchani shunday beraman aka. Shuni olsin, narxini chiqarib, любой inson kelsin, savdosini qilib olsin. Endi kelishamiz-da, to'g'rimi? Yana kelishamiz. Yana bitta narsa aka, O'zbekistonni любой joyga olib borib beraman aka. Olgan joyga. Mana shular olgan odamga O'zbekistonni любой joyiga bo'lishingizdan qat'iy nazar olib borib, dastavka qilib uyingizga boylab berar ekan. Sigir olaman deganlar bo'lsa, marhamat Denodan, Qoraxondan, Bahrom akadan olishingiz mumkin. Og'ildan turib video qilyapmiz. G'iyosbek Xurramov hamda Surxon TV kanalida chiqayotgan video. Sigir oladiganlar bo'lsa, bozorga borish shart emas. Shunagina internetdan ko'rib, kelib ko'rib, sog'ib ko'rib, tekshirib olasizlar. Ha, yana bitta narsani aytib Bahrom aka, agar 4-5 million olib qo'yib, uyga olib borib, sog'ib ko'rib, keyin berishingiz mumkin. Faqat to'g'ri inson bo'lsa beraman aka. To'g'ri insonlarga. Syomka, pyomka hamma narsa bo'ladi aka. Bu qarz uchun emas, qarzga degan gurum bo'lmayapti, ishonch uchun. Molga ishonganim uchun shu gapni gapiryapman men. Sotdim, qochdim degan gurum yo'q. Ertaga u odam baraka topsin. Olgan odam duo qilsin, baraka topsin. Sutini ichsin. Shunday. Xullas, do'stlarimiz, Deno Qoraxondan mana aka YouTube uchun video qilib joylaymiz. Ekranda raqamlarga bog'lanasizlar. G'iyosbek Xurramov kanalidan, Surxon TV kanalidan ko'rib telefon qilyapman, siz kelishtirib berasiz. Surxon mediani G'iyosbek Xurramov kanalida mol bozor, qo'y bozor, Surxon TV kanalida ot bozor narxlari chiqadi azobcharimiz. Ekranda raqamga bog'lanasizlar. Surxondaryoda Denodan, Qoraxondan kelib Bahrom akadan ona bola sigirlarni olishingiz mumkin. Siz uchun maxsus video. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kommentar fikrlaringizni yozib qoldiring.